Tasavvur qil, sen uxlab yotgan paytda kimdir hayotini o'zgartiryapti. Kimdir yangi bilim olyapti. Kimdir tanasini kuchaytiryapti. Kimdir kelajagini quryapti. Ularning barchasini bog'lab turgan bitta odat bor. Ular tongi soat 5 da uyg'onadi. Bugun men senga tongi soat 5 klubi kitobini nimani o'rgatishini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu kitob shuni aytadiki, insonning eng kuchli va eng tiniq vaqti erta tongdir. Tongda miya chalg'imaydi, iroda kuchli bo'ladi, diqqat yuqori bo'ladi. Shu sabab buyuk insonlar tongni g'alaba vaqti deb bilishadi. Hayotni o'zgartirish og'riqsiz bo'lmaydi. Kitob boshida shuni ochiq aytadi. O'zgartirish har doim noqulay bo'ladi. Odam eski odatlarini buzmas ekan, yangi hayot bo'lmaydi. Qiyinchiliklar esa seni sindirish uchun emas, kuchaytirish uchun keladi. Har muammo sening kelajakdagi kuching poydevoridir. Tasavvur qil, atrofingdagi ko'pchilik qimmat oyoq kiyim, yangi telefon va bekorchi videolar ortidan quvib yuribdi. Lekin afsonaga aylanadigan odamlar boshqacha yashaydi. Ular tashqi ko'rinishni emas, ichki kuchni boyitadi. Ular texnologiyaga qul bo'lmaydi, uni boshqaradi. Ular bahona izlamaydi, yechim topadi. Buyuklik omma qilayotgan ishda emas, buyuklik ozchilik jur'at qiladigan yo'lda. Unutma, bahonalar seni to'xtatadi, qo'rquvlar seni aldab qo'yadi, shubhalar esa orzularingni o'g'irlaydi. Va yana bir haqiqat bor, eng kuchlisi. Seni sindirgan kunlar seni kuchli qilgan. Seni ranjitgan odamlar seni pishitgan. Seni qiynagan vaziyatlar seni buyuklik sari tayyorlagan. Og'riq dushman emas. Og'riq afsonaga aylanish yo'lidagi ustoz. Bilasanmi, hayotda kimlar muhim emas? Tanqid qiladiganlar muhim emas. Yon tomondan kuladiganlar muhim emas. Baribir eplay olmaysan deganlar muhim emas. Muhimi maydonga tushgan odam. Haqiqiy shon-shuhrat qulay joyda turganlarga emas, chang bosgan yuzlarga, terga belangan tanalarga, jarohatlangan yuraklarga tegishli. Kuchli odamlar yiqilishdan qo'rqmaydi, xato qilishdan uyalmaydi, chunki ular biladi, xatosiz o'sish bo'lmaydi. Ular oldinga yuradi. Rejasi buzilsa ham to'xtamaydi, shijoatini yo'qotmaydi. Oxirida ular yoki g'alaba qozonadi, yoki mardlarcha yiqiladi. Lekin bitta narsa aniq, ular hech qachon tomoshabinlar safida qolmaydi. Chunki hayotda yutadiganlar maydonga tushganlardir. Ko'pchiligimiz umrimizni odamlarga yoqishga sarflaymiz. Maqtov kutamiz, hurmat izlaymiz, qo'shnilar nima deydi deb yashaymiz. Keraksiz narsalarni sotib olamiz, baxt bermaydigan pul ortidan yuguramiz va ichimizdagi bo'shliqni boylik to'ldiradi deb o'ylaymiz. Lekin haqiqat shuki, hech qanday buyum qalbni to'ldirmaydi. Haqiqiy baxt tashqarida emas, ichkarida o'sishda. Oddiylikdan chiqmagan odam buyuklikka yetmaydi. Haykaltarosh oddiy toshdan san'at asari yasaydi. Xuddi shunday har birimiz qo'limizda o'z taqdirimizni ushlab turibmiz. Hayotingni qanday bo'lishini tasodif emas, o'rganilgan mehnat va kundalik mashq belgilaydi. Buyuklik tug'ma emas, u yaratiladi. Shuning uchun og'riqdan qochma, chunki kuchli his qiladigan odamgina chinakam o'sadi. Yuraging yorilmaguncha kurash, ana shunda ichingdagi kuch uyg'onadi. Tong esa shu kuchni yasaydigan eng muhim vaqt. Agar sen yuksak samaradorlikka chiqmoqchi bo'lsang, bitta haqiqatni bil. Chalg'ish iste'dodning eng katta dushmani. Buyuk insonlar tongda dunyo hali shovqin qilmay turgan paytda o'ziga kamida 1 soat ajratadi. Telefon yo'q, bahona yo'q, faqat rivoj. Chunki sokin tong kuchli hayotning boshlanishi. Va yana bir haqiqat bor. Bahonalar hech qachon buyuklik tug'dirmaydi. Kecha erta turmagan bo'lsang, bugun ham turmaysan degani emas. Har kim o'zgarishni aynan bugundan boshlaydi. Kitob shuni ham aytadi. Har bir o'zgarish avval og'riqli bo'ladi, keyin yoqimsiz tuyuladi, ammo oxir oqibat hayotingni go'zallashtiradi. Bugun senga oson tuyulgan har bir kuch kecha qiyin bo'lgan. Va agar sen ko'pchilik erisha olmayotgan natijani xohlasang, ko'pchilik qilishdan qo'rqadigan ishni qilishga tayyor bo'l. Oxirgi sir esa eng kuchlisi. Taslim bo'lish kelgan paytda yana bir qadam tashla. Chunki g'alaba aynan chidaganlarni tanlaydi. Bilasanmi?
kapalak tug'ilishi uchun qurt yo'q bo'lishi kerak. Xuddi shunday yangi hayot boshlanishi uchun eski odatlaring o'lishi shart. Buyuk sen paydo bo'lishi uchun hozirgi sen qulaylikdan chiqishi kerak. Aqlli odamlar mukammal sharoitni kutib o'tirmaydi. Ular hozir harakat qiladi. Chunki kuch birdan kelmaydi. Kichik qadamdan boshlanadi. Orzular qalbingda bo'shliq ochsa, uni kutish bilan emas, amalga oshirish bilan to'ldir. Ana shunda ichingdagi buyuk kuch uyg'onadi. Hayotni o'zgartiradigan odatlar ko'p emas. Ba'zan bitta odat butun umrni o'zgartiradi. Buyuk insonlarda shunday bitta kuchli odat bor. Ular tongni yutadi. Ilmga ko'ra bunday odat asosiy odat deyiladi. U o'zgarsa, qolgan hamma odatlar ham o'zgaradi. Lekin bu oson kelmaydi. Biroz noqulaylik bo'ladi, biroz qiynalasan. Ammo aynan shu jarayon seni yangi darajaga olib chiqadi. Va haqiqat shuki, erta turishni yutmagan odam hayotni yuta olmaydi. Ko'pincha buyuklik katta sakrashdan boshlanadi deb o'ylaymiz. Aslida esa u juda kichik qadamdan boshlanadi. Har kuni ozgina yaxshilanish vaqt o'tib ulkan natijaga aylanadi. Ongli yashasang, tanlovlaring ham to'g'ri bo'ladi. To'g'ri tanlovlar esa seni har kuni balandroqqa olib chiqadi. Qiziq haqiqat shuki, o'rtamiyonada raqobat ko'p. Hamma bir xil joyda talashadi. Lekin yuqori darajada raqobat kam, chunki u yerga kam odam chiqadi. Buyuklik aynan shu joyda boshlanadi. Buyuk insonlar hayotni tasodifga tashlab qo'ymaydi. Ular har kuni o'zini ongli ravishda kuchaytiradi. Avvalo aqlini boyitadi. Bilimni puldan ham qimmat boylik deb biladi. Keyin diqqatni boshqarishni o'rganadi. Chunki tarqoq fikr buyuklikni tug'dirmaydi. So'ng mahoratni mashq bilan charxlaydi. Iste'dod mehnatsiz ochilmaydi va eng muhimi har kuni oz bo'lsa ham o'sadi. Buyuklik bir kunda emas, kundalik rivojda quriladi. Shu o'rinda Pikassoning gapini eshit. Onam aytardi, qaysi yo'lni tanlasang, eng yuqorisiga chiqqasan. Men rassomlikni tanladim va Pikassoga aylandim. Bu so'zlarning ma'nosi chuqur. Hayot bizga orzu qilganimizni emas, kim bo'lib yashayotganimizni qaytaradi. Qanday inson bo'lsang, shunday natija olasan. Bugun muvaffaqiyat pul, obro' va yutuq bilan o'lchanadi. Lekin hayot raqamlardan iborat emas. Eng go'zal narsalar ko'z bilan emas, yurak bilan his qilinadi. Tinchlik va xotirjamlik esa eng katta boylikdir. Pul bo'lishi mumkin, lekin yurak tinch bo'lmasa, hech narsaga yetmaydi. Buyuklik tasodifan kelmaydi, u odat orqali quriladi. Haqiqiy g'alaba har kuni davom etadigan harakatdan tug'iladi. Boshlangan ishni oxirigacha yetkazgan odamgina hurmat qozonadi. Yolg'iz qolgan payting qanday mehnat qilsang, hayot seni omma oldida ham shunday ko'rsatadi. Buyuk insonlar bitta haqiqatni biladi. Har kungi noqulaylik ertangi muvaffaqiyat narxi. O'zingni majburlash intizomni yaratadi. Intizom esa yangi kuchli senni tug'diradi. Chunki yaxshiroq hayot uchun eski odatlar o'lishi kerak. Tongi soat 5 klubi tongni shunchaki erta turish bilan cheklab qo'ymaydi. U tongni hayotni o'zgartiradigan maxsus tizimga aylantiradi. 20-20-20 formulaga. Avvalgi 20 daqiqa tanani uyg'otasiz. Harakat qilasiz, mashq qilasiz, ko'p suv ichasiz. Bu stressni yuvib ketadi, miyani ochadi va kun bo'yi kuch beradi. O'rtadagi 20 daqiqa aqlni tozalaysiz. Yozib borasiz. Shukr qilasiz, meditatsiya qilasiz, reja tuzasiz. Natijada ichingiz tinchlanadi, fikringiz ravshanlanadi. So'nggi 20 daqiqada o'sishga vaqt ajratasiz. Kitob o'qiysiz, bilim olasiz, podkast tinglaysiz, maqsadlaringizni ko'zdan kechirasiz. Chunki eng ko'p o'rgangan odam oxir oqibat yutadi. Jami 1 soat, ammo butun hayotni o'zgartiradigan soat. Tongi soat 5 klubi shuni o'rgatadi. Kuchli tong tasodifan bo'lmaydi. U to'g'ri kechadan boshlanadi. Buyuk ijodkorlar kechqurun hayotni sekinlashtiradi. Ular og'ir ovqatni erta tugatadi, telefonlarni o'chiradi va tanani tinchlantiradi. Keyin yaqin insonlar bilan suhbatlashadi, kitob o'qiydi yoki tinchlantiruvchi mashqlar qiladi. Ba'zilar meditatsiya qiladi, ba'zilar musiqa yoki audio kitob tinglaydi. Uyquga yaqin esa xona salqin, qorong'i va shovqinsiz bo'ladi. Ertangi tong uchun kerakli narsalar tayyorlanadi va kun uchun shukr qilinadi. Chunki ular biladi, sifatli uyqu buyuk tongning poydevoridir. Buyuk insonlar diqqatni jamlaydi, chalg'imay ishlaydi, har kuni o'rganadi va o'sadi. Ular vaqtni bekorga sarflamaydi.
uni kelajakka aylantiradi. Chunki eng foydali sarmoya bilimga kiritilgan sarmoyadir. Oddiy odam vaqtni o'tkazadi. Buyuk odam vaqt bilan buyuklik quradi. Buyuklik bir marta yutish emas, uni ushlab qolishdir. Afsonaviy darajaga chiqish davomiylik bilan bo'ladi. Bir oy zo'r ishlash yetmaydi. Bir yil harakat qilish ham kamlik qiladi. Buyuk insonlarning siri shunda. Ular yuqori darajani umr bo'yi saqlaydi. Aynan davomiylik odamni afsonaga aylantiradi. Bu yo'l odamni shunchaki intizomli qilmaydi. U hayotning bosh qahramoniga aylantiradi. Haqiqiy ozodlik qochish emas, ongli yashashdir. Boshqalarning erkinligini hurmat qilib yashashdir. Inson nafrat bilan tug'ilmaydi, uni o'rganadi. Xuddi shunday mehr ham o'rganiladi va mehr har doim nafratdan kuchliroq. Bu kitobning har bir sahifasi bitta haqiqatni eslatadi. Kuchli bo'lish uchun avval zaif odatlaringdan chiqishing kerak. O'sish og'riqsiz bo'lmaydi. Lekin bugungi mashaqqat ertangi pushaymondan yengilroq. Har bir o'zgarish avval qiyin bo'ladi, keyin yoqimsiz tuyuladi, oxirida esa hayotingni go'zallashtiradi. Bugun qabul qilgan qarorlaring ertangi natijalaringni yaratadi. Yarim ishtiyoq esa hech qachon buyuk natija bermaydi. Va eng muhimi, bu kitob tongi soatlarini qanday qilib kuch, sog'liq va muvaffaqiyatga aylantirishni o'rgatadi. Kamroq charchab, ko'proq yutishni, ko'proq ishlab, sog'lom qolishni va iste'dodingni har kuni o'stirishni. Agar sen ham o'rtamyonadan chiqmoqchi bo'lsang, bugun erta uxlab, ertaga ertaroq uyg'on. Video yoqsa, like bos. Do'stlaringga ulash va izohga yoz: "Men tongni yutaman."